Assalomu alaykum akalar. Hamma elektromobil Damas so'rayapti obzorini. Moshinamiz mana zaryadga olyapti. Xo'p, mashinaning ko'rinishi o'zimiz Abishni Damas bilan ko'rinishi bir xilda. Pashti farqi yo'q. Mashinaning pastki tomonida ramada farqi bo'ladi, bunda akkumulyator bo'ladi pastki tomonida. Salon qismlari bir xil bo'ladi. Oldi fari, bufer hamma yo'g'i bir xilda. Orqa buferda farqi bor. Saloni o'zimiz Abishni Damas bilan bir xilda, farqi yo'q, hamma yo'g'i bir xil. Mashinamiz 250 km yuradi bitta zaryadkasi bilan. Xo'p, zaryadkasi 0 holatdan to'lishi 70 ming so'm, 80 ming so'mga tushar ekan 0 holatdan. Xo'p, narxini so'raganlar bordi. Narxini aniq chiqqani yo'q edi. Mashinamiz sertifikat olingani yo'q edi hali. Sertifikati olindi, endi nomer qadalanadi. Mashinamizning narxi 13 ming aytyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, oluvchilar bo'lsa, nomer qoldirib qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Narxi 13 ming. Xo'p, bundan yana bir dona boshqa yo'q. Bir dona qolgan. Koreyadan olib kelish iloji yo'q ekan. Koreyadan olib kelish iloji bormi deyapti. Koreyadan olib kelish iloji yo'q, sababi rastam o'sha qimmat bo'lib ketdi.